Assalomu alaykum, o'rtoqlar. Bu videoda qanaqa qilib promokod va bonuslarni qo'lga kiritish haqida gaplashib o'tamiz. Saytga o'rtoqlar login qilganingizda mana bunaqa oyna ochiladi, to'g'rimi? Shu oynadan biroz pastroqqa tushsangiz, promokodni olish degan maydon chiqadi. Mana shu maydonga biz sizga jo'natgan promokodni kiritasiz va check tugmasini bosasiz va sizni obuna muddatingiz avtomatik yangilanadi, obuna muddatingizga kun qo'shiladi. Tushundingmi? Xo'p, endi promokodni qayerdan jo'natamiz? Promokodni siz ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda kiritgan telefon raqami, email yokida siz ochib qo'ygan bildirishnoma orqali jo'natamiz. Endi bildirishnoma qanday ochib qo'yiladi? Mana Kubankga hozir kirish qilaman. Mana boshlash qildim. Endi o'rtoqlar, mana yuqorida sizni avatar qismingiz turadi, yoki pastda mana bu tarafda profil sahifasi, farq yo'q, yo buni bosing. Mana buni ustiga bossak, profil sahifasi ochildi. Va shu profil sahifasida eng pastki tarafda o'rtoqlar bildirishnomani yoqib qo'yishingiz kerak. Hozir menda bildirishnoma o'chirildi. Shuni yoqib qo'ysam, menga endi xabar kelishni boshlaydi. Va xabarlar nafaqat promokodlar haqida, balki sizni kunlik faolligingiz haqida ham xabarlar kelib tushadi. Ya'ni masalan, siz oylikka 2 kun dars qilmadingiz va shuning uchun platforma sizdan 1 kun obuna muddatini qirqib tashlaydi. Va agar siz 7 kun davomida ketma-ket dars qildingiz va demak sizga 3 kun qo'shimcha obuna qo'shib beradi avtomatik holatda. Shunaqa. Mana shunaqa xabarlar sizga borib turadi. Va agar mabodo reyting sahifasida sizni reytingingiz baland o'rinlarda bo'lsa, biz hafta oxirida buni sarhisob qilib, kimni reytingi eng balandligiga qarab turib, biz obuna muddatini uzaytirish uchun qo'shimcha promokod jo'natamiz. Va promokodni o'sha bildirishnoma orqali jo'natamiz va telefoningizning yuqori qismiga xabar sifatida keladi. Medstone'dan xabar keldi deb shunaqa xabar keladi. Yoki tabriklaymiz, siz bonus yutib oldingiz, chunki bir hafta davomida faol dars qildingiz degan xabar bo'ladi, taxminan. Shunaqa. Ana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Undan tashqari sizni qo'shimcha masalan Telegram kanalidagi faolligingiz yoki qo'shimcha faolliklaringizga qarab ham bonuslar taqdim etiladi. Bu haqda kanalda e'lonlar berib boramiz. Shuning uchun Medstone kanalini yaqindan kuzatib boring. Medstone kanalidagi qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ying, чтобы xabarlardan ertaroq xabardor bo'lish uchun. Hammaga rahmat. Charchamanglar.